Do'stlar, endi beton plita olishlarining shart emas, do'stlar qaranglar. Yig'ma manali desidan bo'laveradi do'stlar. Mana shu ko'rinishda yig'ma manalilardan xarid qiladigan bo'lsangiz do'stlar, ya'ni beton plitani o'rnini bosaveradi deyaptilar. Bemalol mana bir kishi mana shu ko'rinishda o'rnatib olsa bo'laverar ekan do'stlar, qaranglar. Juda ham chiroyli ko'rinishda o'rnar ekan. Bu o'rnagandan keyin do'stlar, buni ves ko'tarishi ham anchagina baquvvat bo'ladi deyaptilar. Bu endi qana joylarga ishlaydi deydiganlarga, kran kirolmaydigan joylarga va ichkari xonadonlarning ichiga qilmoqchi bo'lganlarga kran kirolmaydi va xuddi shunaqangi nimalarni qo'ya olmaganligi uchun mana shu narsani bemalol ishlatsa bo'laveradi. Ya'ni plita vazifasini bemalol bajaradi. Shunaqa? Shunaqa aka, xudo xohlasa plita vazifasini bajarib beraveradi. Endi do'stlar qaranglar. Bularimiz 1 kvadrati necha pul bo'lyapti? Necha kilogacha 1 kvadrati yuk ko'taradi va dastavkalari qayergacha va qanaqa tartibda o'rnatiladi bu videolar uchun. Videomiz oxirigacha ko'rib, bitta-bittadan like bosib obuna bo'lib turinglar do'stlar. To'liq ma'lumotni usta akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Xo'p, usta aka, endi bu yig'ma monolit bu endi. Aha. Bu Teriva texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan yig'ma monolit. Yevropa davlatlarida keng qo'llanilayotgan yig'ma monolit. Bu asosan shu texnika kira olmaydigan ichkari uylarga, chekka joylarga bo'ladi. Buni etajlar orasiga ham, tomlarga ham qilish mumkin, pollarni o'rniga ham qilish mumkin. Pollarni o'rniga ham qilish. Ya'ni bu plitadan ko'ra arzonroq ham tushadi. Plitadan narxi arzonroq tushadi. Terilishi qo'l mehnati bo'lgani uchun, qo'lda montaj qilingani uchun tezroq, qulayroq bo'ladi. Keyin bu narsani butun bitta konstruksiya bo'lib, monolit holatida butun bitta konstruksiya bo'ladi. Endi sizlar ko'rib turgan bu mana balkalarimiz, pastida ikkita armaturamiz bo'ladi. Bu balkalarda tepasida bitta armatura. Bu armatura nima vazifani bajaradi bular aka endi? Xo'p, aka, pastdagi armaturamiz asosan yuk ko'tarish uchun, tepadagi armaturamiz bo'lsa, bu konstruksiyani o'z holatida shaklini yo'qotmasdan ushlab turishlik va tepada boylanadigan setka, buni ustiga yana setka tashlanadi. Shu setkalar bu svязка qilib bunda baylanganda butun bitta monolit konstruksiyasini hosil qiladi. Bunda yorug'lar, har xil boshqa narsalar bo'lmaydi. Yer qimirlagan boshqa holatida ham butun bitta konstruksiya bo'ladi. Ustiga tushadigan og'irlikni teng taqsimlab beradi bloklarga. Bloklarga ta'sir. Asosiy bu yerda yuk ko'taradigan blok bo'ladi. Ko'rib turgan balkalarimiz bo'ladi, asosiy yuk ko'taradigan. Mana balkalari. Bu bloklarimiz bo'ladigan bo'lsa, bu konstruksiyaning umumiy og'irligini yengillashtirish va apalovka vazifasini bajarib beradi. Bular endi apalovka vazifasini bajarib beradi. Xo'p, ko'rib turgan joylarga mana bloklar ustiga 5 sm qalinlikda bu joylar bilan to'ldirib beton quyilganda bloklarni aylantirib poni beton bilan qoplanadi, to'liq beton bilan qoplanadi. Shunda bu bloklar faqat apalovka vazifasini bajarib bergan bo'ladi xolos. Shunda umumiy beton sarfi ozayadi va og'irlik kamayadi. Buni hozirgi kunda pena blok, gaza blok bilan solingan uylarga ham bemalol qilish mumkin. Plitadan, monolitdan ancha vazni ham ozroq bo'ladi. Vazni ham yengil bo'ladi. Vazni yengil bo'ladi. Hozir buni ustidan o'sha setka tashlab turib, nima bo'lgani hisobiga zilzilalarda bemalol ushaveradi. Zilzilalarda xudo xohlasa bemalol ushaveradi. Bu bloklarimiz ham mustahkam bloklar, oddiy shlaka bloklar emas. Bemalol bitta o'zimni ko'taryapti-ku, bitta nimasi. Bitta bloklarimiz o'rtacha o'zi shu holatida 150-200 kilogacha yukni ko'taradi. Tayyor bo'lgan holatda-chi? Tayyor bo'lgan holatda bu 1 kvadratiga 500 kilodan 700 kilogacha joyiga qarab turib ko'taraveradi. Lekin tayyor bo'lgan holatida o'zi bu bloklarimizga hech qanaqa yuk tushmaydi aka. Bu bloklar faqat to'ldiruvchi vazifasini bajarib beradi xolos. Chunki bu tayyor bo'lgan holatda butun yukni balkalar qabul qiladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerlarimiz konus, tepasidagi betonlar hammasi balkaga tushirib beradi. Balkaga tushirib beradi. Chunki buni ustida setka tashlab yoki armatura tashlab, bu mijoz o'zini xohishiga qarab, imkoniyatiga qarab tashlab, buni tashlagandan keyin yukni teng taqsimlab beradi bu. Oddiy plitalarda ham 1.20 lik plitada 6 ta armatura bo'ladigan bo'lsa, bularda o'zi 1.20 lik plitani razmerida 3 ta balkamiz to'g'ri kelar, 9 ta armatura bo'ladi. 9 ta armatura bo'ladi. Endi xo'p, bularimiz hozir biz Andijon viloyati Izboskan tumanida turibmiz. Izboskan tumanida turibmiz. Endi buni dastavkalari qayerga qilib beriladi? Xo'p, aka, dastavkalarga keladigan bo'lsak, dastavka hozir vodiy bo'yicha qilib beryapmiz. Vodiy bo'yicha. Vodiydan tashqarida imkon darajasida harakat qilyapmiz. Faqat sal narxlarda
balandroq chiqyapti Narxi baland. dastavkalarimiz. Ya'ni yo'l kirasiga ko'proq ketib qolyapti. Yo'l kirasiga ko'proq ketib qolyapti. Lekin shu voha tomonlardan juda ko'plab takliflar bo'lyapti. Bunga ehtiyoj katta bo'lyapti. Xudo xolasa, u tomonda ham harakat qilyapmiz. Shu hamkorlik qilishga, u tomonda ham filiallar ochishga xudo xolasa harakat qilyapmiz. 1 oy, 1,5 oy ichida inshaalloh buni ham yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa. Hozir bu necha kvadratga bo'lgan bu joyimiz? Aka, bu joyimiz shu balkon chiqishlari bilan 120 balkon chiqqan. Shu balkonlar bilan 140 kvadrat atrofida. 140 kvadrat. Necha kunda ustanovka qilindi bu aka? Bu aka 1 kunda ustanovka qilingan. Bir kunda bo'lganmi? Olib kelib 1 kunda ustanovka qilingan. Buni ustanovkasi juda qiyin emas. Bu tezda bo'ladigan narsa. Bunda asosiy shu beton quyish bo'ladi. Hozir men ko'taradimmi borsam? Ko'taradi aka, bemalol boraverasiz, ko'taradi. Boraver. Boravering. Shapkasiga cho'r qo'yilgan ekan, qoyil. Bu Endi 1,5 metrgacha bo'lgan necha pulga balkonlar tayyor chiqarishi- bo'ldi mana shu? Xo'p, aka, buni kvadrati bizda. Kvadrati joyimizdan yuklab berishimiz hozirgi kunda 155 mingdan chiqyapti. Sirazi aytib ketaylik. Bu 4 metrgacha bo'lgan, xonaning ichi 4 metrgacha bo'lgan xonalarga 12 lik bekobod armaturadan tayyorlanadi. 155 mingdan chiqadi. 4 metrdan katta bo'lgan 6 metrgacha bo'lgan xonalarga armaturamiz diametri oshadi. 14 lik armaturadan qilib beramiz. Bunda armaturaning o'zining tan narxidagi narx qo'shilib qoladi. Hozirgi kunda 175 mingdan chiqyapti kvadrat metri. Bu endi sexda joyda yuklab berishimiz, dastavkasiz. Dastavka. Endi olib kelib ustanovkasi bilan qanaqa bo'ladi yoki ustanovkasini sizlar qilmaysizlarmi buni? Buni kinet tog'ishiga qarab qilib ham beraveradi. Ustalarimiz bor. O'zimiz ustalarimiz bor. Shu ustalarni chaqirib, shular bilan qilib berilyapti. Hozirgi kunda joyiga qarab 65 mingdan 80 minggacha kvadratiga kelib o'rnatib betonlarni quyib berishyapti kvadrat metriga. Betonlarigacha quyib berishyapti. Betonlarigacha quyib berishadi. Juda ham zo'r. Do'stlar, menimcha to'liqroq ma'lumot berdik deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysizlar? Beton plitadan yaxshimi? Lekin puli arzon tushadi va bundan tashqari haligi kran kirolmaydigan joylarga bemalol foydalansalaring bo'ladi. Endi hozir yuk ko'tarishi ham 700 kilogacha yuk ko'taradi. O'zi nima ham ehtiyojiga yarasha yukni kerakdan ortig'ini ko'taradi, ehtiyojiga yarashasi. Plitalar ham 8 kilo ko'taradi. Shu plitani shu o'zi vesini ko'taradi. Keyin bu narsa hozirgi kunda mana odam ko'payyapti, o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda odam ko'payyapti, yerlar cheklangan. Endi bundan buyog'iga shu binolar ko'tariladi. Ichkariroqda bo'lgan kran kira olmaydigan joylarga juda ideal variant. Juda ham zo'r do'stlar, lekin qo'yar. Bemalol mana qo'lda ustanovka qilib, yana joylab qo'ysa bo'laveradigan mahsulot ekan do'stlar. Xudo xohlasa ekranda nomer qoldiramiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqsalaring, vodiy bo'ylab hozircha dastavka qilib berishyapti ekan. Imkon darajasi Toshkent vohalarga ham ob'yemiga qarab turib jo'natib beraveramiz. Keyin yana bitta ma'lumot shu o'rnida, bunda bu konstruksiyada asosiy narsa balka, yuk ko'tarish uchun, boshqa uchun. Bu bloklarni boshqa bloklardan ham qo'ysa bo'ladi. Xohishiga qarab, misol uchun pena blokdir, gaza blokdir, polistra blokdir, moslab qo'ysa bo'ladi. Ularni ham moslab qo'ysa bo'ladi. Bunda chunki blok aytganimdek faqat yuk shu to'ldiruvchi yengillik berish uchun va apalovka vazifasini bajarib beradi xolos. Bu bloklarga hech qanaqa yuk tushmaydi. Shuning uchun boshqa bloklardan ham foydalanish mumkin. Misol uchun Toshkentdan, vohadan uzoqroq joydan ko'radigan odamlarimiz bo'lsa, akalarimiz bo'lsa, buni balkasini o'zini ham alohida tayyorlab berishimiz mumkin. O'zlari yaqinroq bo'ladi, boshqa bloklardan foydalanib qilib olishi mumkin. Endi endi qarang. Bu bloklardan chiqaradigan joylar ham bormikan boshqa yerlarda apparatida? Bu haqda hozir to'liq ma'lumot bilmaymiz. Lekin do'stlar, lekin xudo xolsa harakatini qilyapmiz. Mana Qashqadaryoga, Xorazmga shu harakatini qilyapmiz. 1 oy, 1,5 oy ichida inshaalloh u yoqlarda ham ishlar yurgizamiz. Tomonlardan ham filiallar yurgizamiz do'stlar. Filiallar ochamiz. Xudo xohlasa ekranda nomerlarda voha tomondan ko'rayotgan bo'lsalaring, saqlanib qilib olinglar. 1,5 oyda ochamiz deyishyapti do'stlar. Kimgadir shunaqangi yengil nima deydi, konstruksiya deydimi? Xullas shunaqa bo'lsa bemalol foydalanishlari mumkin do'stlar. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqinglar, zakaz beringlar. Xudo xohlasa vodiy bo'ylab hozircha dastavka qilib berishyapti.